Assalomu alaykum birodarlar. Qo'qon shahridagi bozor. Bozor kechqurunga o'tgan, lekin kunduzgi kelaveringlar, kechqurun o'tdim bo'lyapti asosan. Lozimlarni ko'ryapsizlar, shtampillarimiz. Lozimlar keng, razmerlar 58 gacha. Mana shu yerda ko'rib turganlar hammasi shtampil. Shtampil, selim shtampil kiradi bo'lsa, kirib ketmaydi, kiradi. Narx 45 ming optimga tugatishga, 60 ming, 55 ming sotilgan. Xibalar chiqib oq narxi skidkaga tushdi. Narxini 60 ming qilib beramiz. Telegram gruppamizga o'tiraverasizlar. Hammasini lozimi o'zini rasvetkasidan bo'laman. Lozimni ham ko'rsatib deganlar uchun lozimni ham ko'rsatib qo'yaylik. Xibini bilasizlar, endi undan bag'i sezoni kelyapti. Kirmaydi bular. Xibini birovga tushuntirish shart emas. Xiba yaxshi narsa bo'lasiz. Toshlar to'kilmaydi, nimada bosilingan? Pressda. Shtampillarimiz 45 ming, razmerlari 60 gacha xibalarimiz, 58 gacha shtampillarimiz. Telegram zakaz turasizlar. Bularda ham toshlari bor, har xil toshlar. Toshiga qarab zakaz qilmaysizlar, iltimos qilamiz. Chunki toshi mana bunda tosh bo'lsa, buning ustida bunaqa tosh. Ular bir xil tosh bosmasligi bo'lgan uchun tosh muhim emas, ular razmerlari uzun chiqqan. Shu yursa ham, kirib ketsa ham, shunchasi kirib ketsa ham, bamani ko'ylak yo'q qolar. Telegramga o'tinglar, yana boshqa narsalar ham bor, Telegramga o'tamiz. O'shalardan zakaz turaverasizlar, sog' bo'linglar.